Assalomu alaykum mijozlarimiz. Zamzam supermarketida yangiliklar davom etadi. Xo'p, endi biz supermarketdan sizlar guruchlarni uyingiz uchun, xonadoningiz uchun va ehson, to'ylar uchun optim narxda ishonchli guruchlarni xarid qilishingiz mumkin. Hozir bu guruchlarni tanishtiraman, ko'rsataman sizlarga. Kelaverasizlar, yangiliklar davom etadi. Keyin albatta narxlar arzon bo'lsa, sizlarga ma'qul kelayotgan videolar qo'ygan bo'lsa, kommentariyalarda fikringizni yozinglar. Va like bosib turinglar. Mijozlarga qiziq bo'layotgani yoki qiziq bo'lmayotganini biz bilib tursak, yana ham yaxshiroq ishlaymiz. Yangi 12 ming so'm. O'ta bu guruchni o'ta tiniqlari. Hop, 07 dehqon 10 ming so'm. Hop, zergal vildiz deydi. Haligi sinig'i guruchni mastavalarga, sho'lalarga ishlatsa bo'ladi. Narxi 5 ming so'm. Hop, alanga 10.500 so'mdan. Alangani 2 yil saqlangani o'ta injiq mijozlar uchun narxi 16 ming so'm. Dezrab kelib qo'ydik 50 ming so'mdan narxi. Keyin ko'chat alanga deydi ekan 9 ming so'm narxi. Bular hammasi chuvamaniki, paxtaotniki. Keyin jala quduqni, teshik toshni guruchlari. Kelaverasizlar, Zamzam supermarketida yangiliklarni ko'paytirishga harakat qilyapmiz, assortimentlarni ko'paytirishga harakat qilyapmiz. Fikringlar bo'lsa izohlarda yozib qoldiringlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.